Hammaga salom. Bugun men tug'ilgan kunim va bu videoda menga berilgan sovg'alarni raspakovka qilamiz. Birinchi sovg'a. Esingizda bo'lsa, tug'ilgan kunimga olishni orzu qiladigan sovg'alar haqida video olgandim. O'sha videoni tagida men turmush o'rtog'im kommentariy qoldiruvdilar. Agar shu video tipo 100 ming prosmotr yig'sa, men senga o'sha iPadni olib beraman deb. Lekin u video 100 ming prosmotr yig'madi, lekin baribir iPadli bo'ldim. Juda ham xohladim iPadni, to'g'risi, kelinglar tezroq ochamiz. iPadimiz sразу ruchkasi ham, chexoli ham bor. Kelinglar sразу uni ham ochamiz. iPadning ruchkasi. O'zi shu joyda videoni to'xtatsak ham bo'lardi, lekin yana sovg'alar bor. Keyingi sovg'a oyimdan. Men anchadan beri shlifovka qilishni orzu qilaman. Shuning uchun oyim menga pul berdilar. Bilasizlar, shlifovka juda ham qimmat turadi. Bu menga uni birinchi protsedurasini to'lashga yetadi. Oyi, kattakon rahmat. Menga britanskiy Modeli brendidan kosmetika kelgan, ochib ko'ramiz. Bu sovg'ani menga brendda o'zi jo'natishdi. Aynan men tug'ilgan kunimga mos tushdi. Bu ularning penkasi. Bu ularning toneri. Bu tungi krem. Bu ularning qo'l uchun kremi. Retinol qizlar. Hamma narsasining upakovkasi menga juda ham yoqdi. Modeliga kattakon rahmat. Men tug'ilgan kunimga juda ham zo'r sovg'a bo'ldi. Endi baqirib gapirmayman. Keyingi sovg'amiz singlimning do'konidan kelgan premium ukrasheniyalar sotadi va menga ham jo'natibdi.